Assalomu alaykum yana bir bor. Demak, videomizning ikkinchi qismi o't toshlari kasalligi xolelitiaz bo'yicha ikkinchi qismini olamiz. Endi demak, Regipol preparati bo'yicha ma'lumot beraman. Demak, sostavi bo'yicha, tarkib bo'yicha to'liq o'simliklardan qilingan. Sizlarga o'sha aytib o'tgan fosfolipidli liposomal diferol metan bu nomi sizni qo'rqitmasin. Bu o'sha o'simlik xomashyosidan olinadigan dorivor modda, ya'ni o'sha kurkuma longa degan o'simlik bor. O'shani ildizidan kurkumin degan modda olinadi, ozgina fermentatsiya qilib, uni o'sha fosfolipidlardan boyitilgan holatda, ya'niki uni o'sha emulsion va dispersion xossalarni oshirish maqsadida qilinadi. Inson tanasiga hech qanaqa zarari yo'q o'simlikdan bo'lgani uchun, shuning uchun sekin, asta va bezopasniy, xavfsiz ta'sir qiladi. To'liq sostav o'simlikdan, demak, baribir ham, lekin o'shanaqa bo'lgan taqdirda ham qo'llab bo'lmaydigan holatlari bor. Birinchi eng katta qo'llab bo'lmaydigan holatini, demak, bu o'sha oshqozon ichak, yara, yazva kasalliklarida preparatni qo'llash mumkin emas. Ya'niki siz avval o'sha yazvani davolaysiz, undan keyin preparatni qo'llasangiz bo'ladi. Ikkinchi holat albatta bu homiladorlik va emizikli payt. Emizikli paytini agar shifokor ma'qul ko'radigan bo'lsa, agar unda faqatgina shifokor tavsiyasidan keyingina qo'llasangiz bo'ladi. O'zi umuman har qanaqa preparatni qabul qilishda albatta shifokor tavsiyasiga amal qilishingiz kerak. Bu preparat bo'yicha ham, misol uchun, men sizga hozir umumiy informatsiya beraman, lekin aynan shifokor sizda baribir individual, hammada kasallik har xil, joylashuv toshlarni har xil. Misol uchun, o't tufagini, demak, mayda toshlaringiz bo'lib, misol uchun o't tufagiga yaqin turib qolib, sizda agar mexaniskaya желтуха, ya'ni o'sha o't tufagiga, safro yo'llariga tosh tiqilish xavflari bo'ladigan bo'lsa, o'shanaqa holatlarda shifokor ich desa, misol uchun, ichsangiz bo'ladi, yo'q desa mumkin emas. Albatta shifokor tavsiyasi asosida. Lekin bu preparat aynan o'sha gapirib o'tganimizda sun'iy ravishda gipokineziya chaqirgan hisobiga o'sha mayda toshlar bo'lsa ham, ularni o'sha o't safro yo'liga tiqilishini ham kamaytirib beradi. Bu aynan o'sha shifokorlar uchun juda bir tonki haligi rekomendatsiya. Demak, bizda preparat qabul qilinishi bittadan 2 mahal ichiladi. Demak, qo'llab bo'lmaydigan holatlarini aytdim. Bittadan 2 mahal, ya'ni o'sha asosiy ovqat iste'mol qilayotgan payt, asosiy yog' ko'p ovqat paytida, masalan, biz obedda asosiy yaxshi ovqatlanamiz va kechqurun ujin paytida yaxshi ovqatlanamiz. Ana o'shanday paytda ovqat paytida ichiladi. Och qoringa ichgandan hech qanaqa mantiqi yo'q. Demak, strogo to'q payti bittadan 2 mahal, bitta upakovkasi 30 ta kapsula bor, sizga bu demak o'sha 15 kunga yetadi. Endi ikki xil bemorimiz, demak, shartli ravishda bo'lib o'rgangandik. Endi o'sha holatlarda qanday qilib qo'llash kerakligini sekinlik tushuntirib o'tib ketaman. Demak, bizda birinchi bemorimiz bu o'sha o't tufagida toshi bor, xolesterinli toshlar bo'yicha. Kalsiyli toshlarni boya aytgandek eritib bo'lmaydi va bilirubinli toshlarni ham o'sha, lekin sizda eritib bo'lmaydi, lekin o'sha sizda jigar salomatligi yomon bo'layotgan bo'lsa, bu preparatni misol uchun 2 oy davomida qabul qilsangiz bo'ladi. Jigar holatini ancha tiklaydi. Endi u ham shifokor tavsiyasi asosida, chunki jigar kasalliklari juda ham ko'p. Masalan, agar sizda virusli gepatit C bo'ladigan bo'lsa, bu preparatning undan foydasi yo'q. Yoki xronический gepatit B bo'ladigan bo'lsa, virusli, uni ham misol uchun foydasi yo'q. Tushuntira oldimmi? Aynan shifokor diagnozi asosida shifokor bo'ladi desa bo'ladi, yo'q desa yo'q. Demak, birinchisi bizda xolesterinli toshlar bor. Endi yana bir narsaga to'xtalib o'tishimiz kerak. O'zi qanaqa tosh borligini qanday aniqlaymiz? Aynan shu shifokorlar tarafdan men ko'p eshitaman. Agarda siz malakali, demak, aynan gastroenterologlar bilan ko'p ishlaydigan o'zingizga murojaat qilsangiz, u o'zini malakasidan kelib chiqqan holda sizga aynan qanaqa tosh borligini aytadi. Masalan, o'zi optdan kelib chiqqan holda, o'sha o'zini malakasidan kelib chiqqan holda, masalan, o'zingizda o'sha exa soya degan narsasi bor. Demak, o'sha toshingizni zichligi qancha katta bo'ladigan bo'lsa, o'sha toshning soyasi shuncha ko'p bo'ladi. Qancha kam bo'ladigan bo'lsa, demak, uni soyasi kam bo'ladi. Demak, zichligi kamroq nisbatan tosh bu xolesterinli toshlar. Zichligi nisbatan ko'p va kattalik jihatiga qaraladi. Masalan, mayda zichli tosh bo'ladigan bo'lsa, bu yoki bilirubinli, o'sha jigar holatini o'rgangan holatda, yoki kalsiyli tosh deb taxmin qilinadi. Odatda 1 santimetr, 1,5 santimetrdan katta bo'ladigan toshlar, bular xolesterinli toshlar hisoblanadi. Menda hozir, demak, amaliyotimda eng katta bo'lgan tosh bu 2,5 santimetr diametrli tosh. Anchadan beri bemor ichyapti. Demak, bu preparatni shifokor tavsiyasi asosida
va tosh hozircha o'sha oxirgi 2 oy oldin tekshirganimizda 1,5 santimetr diametrigacha kamaydi, ya'ni 1 santimetrgacha qisqardi va jigar holati, hazm holatlari yaxshilandi. Demak, toshni taxminlar bo'yicha aniqlash malakali ujistni bo'ynida. Ya'ni u o'sha uzi qilayotgan paytda sizni bu yonboshga o'tkazadi, chap yonboshdan o'ng yonboshga o'tkazadi. Ana o'shanda ko'radi, tosh suzib yuribdimi yoki tosh u tufagida misol uchun og'irligidan misol uchun mana suyuqda suzib yuribdimi yoki dumalab yuribdimi, shunga qarab, uni zichligiga qarab taxmin asosida qiladi va preparatni misol uchun sizga shifokor buyurgandan keyin uni erish, demak 1 oy 2 oydan keyin yana qayta analiz topshirganingizda o'sha erish protsessi boshlansa, demak sizda o'shanda xolesterinli tosh bo'ladi. Ba'zida endi ko'p holatlarda aralash holdagi toshlar ham bo'ladi. O'shanaqa aralash holdagi toshlar bo'lsa, aynan o'sha bilirubin yoki kalsiy o'sha konglomerat hosil qilib, tosh ichida tosh desak bo'ladi, uni hosil qiladigan bo'lsa, uni o'sha xolesterinli qismini eritib yuboradida, qolgan o'sha eritib bo'lmaydigan holatdagi tosh qoladi. Va uni ustiga albatta siz jigaringiz ham holatini yaxshilab olgan bo'lasiz. Tak, demak, birinchi holatda o'sha u tufagida tosh, xolesterinli bor. Litoliz jarayoni, demak, tezligini aniqlashimiz kerak. Litoliz bu o'sha toshni eritish, ilmiy nomi. Demak, o'rtacha eritish tezligi preparat bittadan 2 mahal qabul qilinganda har 10 kunda 1 millimetrga, agarda jigaringiz sog'lom bo'lsa, masalan, jigaringizda faqatgina xolestaz bor, boshqa deyarli hech qanaqa muammo yo'q. Ana o'shanda preparat birinchi oydan ta'sir qila boshlaydi va har 10 kunda 1 millimetrga kichraytiradi. Demak, agar bizda toshni kattaligi diametrida misol uchun 1 santimetr bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu 10 millimetr, demak biz preparatni 10 ga ko'paytiradigan bo'lsak, millimetrga 10 kunda 1 millimetrda, demak 100 kun qabul qilishimiz kerak. Demak, preparat ikkinchi holatida, ya'niki bizada o'sha u tufagi olib tashlangan bemor, postxolestistik tamiskiy sindrom bilan o'sha qiynalib yurgan bemorda endi biz unda emulgatsiya jarayoni buzilgan. Albatta, u ovqat hazm qilishni yaxshi bilmaydi va u tufagini oldirtirgan taqdiringizda ham baribir jigaringizda muammo qolyapti. Aynan jigarning salomatligini tiklash uchun 2 oy davomida qabul qilsangiz bo'ladi. Va keyinchalik o'sha hazm qilishlaringizni ko'rib, yaxshilanganini sezadigan bo'lsangiz, doimiy ichib yurish shart emas. Birinchi holatda biz demak o'sha toshni eritib bo'lib to'xtatamiz. Ikkinchi holatda endi bizda bir umrga baribir konsentrlangan safrodan biz mahrummiz. Endi biz misol choyxonaga borib bir yog'liroq ovqat yeymiz degan paytimiz o'zimizning bitta olamizda, o'sha paytda yog'liroq ovqat yeyotgan paytimiz qo'shib ichamiz. Agar sizda o'sha holatda oshqozon osti bezingiz yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, albatta siz shifokor tavsiyasi asosida qo'shimcha fermentativ preparatlar qabul qilishingiz kerak. O'sha mizim, trizin bormi, krion bormi? Agar oshqozon osti bezingiz yaxshi ishlab turib, ferment ajratishi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ularni ichishga ehtiyoj qolmaydi. Ya'ni bu endi emulgatsiya, dispergatsiya qilib beryapti. Fermentlar shundoq ham endi parchalangan yog'qa, emulgirованный yog'qa demak ta'sir qila olyapti. Endi u dorilarga ehtiyoj qolmaydi. Endi u dorilar baribir ham halol emas. Ular o'sha cho'chqa oshqozon bezni demak sekretsiyasidan olinadigan narsalar. Endi agar undan siz qutuladigan bo'lsangiz, albatta bu bir xursandchilik deb o'ylayman. Demak, hammasi bo'yicha gaplashdik. Qanaqa vaproslar qolgan bo'lsa, savollar qolgan bo'lsa, masalan, siz izohlarda qoldirishingiz mumkin. Albatta obuna bo'ling. Pastda men Telegram silkani, kanalni qoldiraman. Telegram kanalga a'zo bo'lsangiz, o'sha yerda qachon va qaysi kunlari, misol uchun men onlayn efirlar qilishni aytib ketaman. Onlayn efirlarda siz to'g'ridan-to'g'ri savol berib, aynan shu mavzu bo'yicha, biza shifokor emas, biza diagnoz qo'yuvchi emas va o'sha aynan shu preparat bo'yicha va qisqa qanaqadir tanishtiruv kerak bo'lsa, o'sha bo'yicha biza savollarga javob berishimiz mumkin. YouTube kanaliga ham a'zo bo'linglar. Aynan sizlarning aktivligingizga qarab, men ishni keyinchalik davom ettirish kerakmi, yo'qmi, bu internet sohasida shunga qarab ish tutaman. Bu birinchi va oxirgi ilmiy ishim emas. Bundan keyin juda ham ko'p qiziq mavzular kutyapti. Yurak-qon tomir, buyrak, ayollar muammosi, ozish muammosini albatta ko'rib chiqamiz, asab muammolarini ko'rib chiqamiz, hammasini birma-bir ko'rib chiqaveramiz. Demak, mavzu sizga qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Sizlar bilan tanishgandan xursandman. Salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.